Protochka beradigan takliflarni bugun sizga shunchaki gapirib emas, ko'rsatib ham beraman. Hozir sizda iPhone 13 bo'lsa, uni iPhone 14 ga, iPhone 14 bo'lsa, uni iPhone 15 ga, 15 bo'lsa 16 ga. Agar sizda iPhone 16 bo'lsa, iPhone 17 ga trade-in xizmatlari asosida bemalol alishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, bu taklifni sizga ko'pchilik berishi mumkin, lekin eng qiziq joyi esa bizda telefoningiz olib kelganingizdan keyin eskisini boshlang'ich to'lov sifatida olib qolamiz. Qolganini esa hech qanday foizlarsiz bemalol 3 oy davomida to'lab borishingiz mumkin bo'ladi. Yo'q do'stlar, adashmayman, bizda undan ham qizil taklifimiz bor. Agar siz bizdan trade-in asosida yangi iPhone xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga 10 million. Agar bu telefon oladigan bo'lsangiz, sizga 5 million so'm sug'urta beramiz. Undan tashqari 6 oydan 1 yilgacha kafolat ham beramiz. Protochkada hech qachon qiziq takliflar tugamaydi. Keyingi taklifimiz esa, agar siz bizdan 6 oyga bo'lib to'lash asosida iPhone xarid qiladigan bo'lsangiz, chet elga 2 kishilik sayohat yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Mazza qilib dam olib kelasiz. Bu haqida ko'proq ma'lumot olish uchun hoziroq bizning sahifamizga obuna bo'ling. Bizda bundan ham qizig'roq takliflarimiz bor. Ularni ham ko'rish uchun hoziroq obuna bo'ling. Izohlarda plus belgisini qoldirsangiz, sizga biz iPhone'ning narxlarini tashab beramiz. Это что было? Shaxsan siz bilan ham tochkada ko'rishamiz.